Quloq sol, meni yaxshiroq taniganing sari bu gaplaringga pushaymon Men bo'lasan. seni shundoq ham yetarlicha tanib oldim. Seyran, Nima Seyran? Nima Seyran? Sen ham erkakmisan? Ha? Odammisan, gapirasan? Axir seni sevmasligimni bila turib, boshqa yigitni sevishimni bila turib, qarshimda shunday turishingni erkakning ishimi, ha? O'zing gapir. Qani ayt. Senga rahmim keladi. Rahmim keladi, bilasanmi? Seyran, gaplaring og'ir bo'tyapti. Nima qilishimni kutyapsan? Ha? Nima qilishimni kutganding, ha? Gapirsang-chi. Mendan nimani kutyapsan? Qo'limda shipaklar bilan seni eshik yonida kutib olishimnimi? Senga turmushga chiqib, xotinlik qilishimni kutyapsanmi? Men Sferitni sevaman. Eshityapsanmi? Unga oshiqman. Kerak bo'lsa, u uchun jonimni ham beraman. Sen buni bila turib, menga uylanishni qanday xayolingga keltirasan? Zarracha ham oring, g'ururing yo'qmi seni? Yo'q, kim xotinini undan nafratlanishini, boshqasini sevishini ko'rib bila turib, u bilan yashashni xohlaydi? Shumi seni mardliging? Shumi seni erkakliging? Tashqaridan senga qaraganda seni odam deb o'ylaydi. Seyran!